O'z dunyoyimdagi til bilan gapirdi-ya? Avtomatik tarjimami? Juda zamonaviy texnologiya. Bunday bo'lishi mumkin emas. Men Eternalsky Technologies mahsulotiman. Men Evi, bazadagi Optimik kompyuterning 16-avlod ichki yordamchi sun'iy intellektiman. 1359-baza tarmog'i boshqarish mening zimmamda. Keyin Shingli o'yladi. Optimik kompyuter sun'iy intellekt? Demak, haqiqatdan ham kelajak texnologiyasi ekan. Mayli Evi, oxirgi yangiliklarni topib bera olasanmi? Keyin Evi albatta xizmat qilishdan mamnun bo'laman deb avval Skyweb tarmog'iga ulanishga harakat qilib ko'rdi, lekin bu muvaffaqiyatsiz tugadi. Keyin u 1359-baza ma'lumotlar bazasiga kirishga muvaffaq bo'ldi. Keyin u ekranda minglab hodisalarni chiqarib berdi. Ekranda hatto 10-darajali jangchilar haqida ham ma'lumotlar bor edi. Keyin Shingli o'ylab qoldi. 10-darajali jangchilar? Agar bu dunyoning daraja tizimi bizning dunyoniki bilan bir xil bo'lsa, u holda bu dunyo jang san'ati qanday darajaga yetganini ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyin u turli xil ma'lumotlarni ko'ra boshladi. Jumladan maxluqlar, odamlar va maxluqlar o'rtasidagi janglar, dunyoning qanday tugashi haqidagi ma'lumotlarni. Uning ko'zlari hayrat va qo'rquvga to'ldi va o'yladi. Bu dunyoning jang san'ati va texnologiyasi shu qadarga yetib kelganiga ishongim kelmayapti. Lekin 10-darajali jangchilar ham, baland va mustahkam shahar devorlari ham mutant maxluqlarning o'tkir tirnoqlari oldida hech narsa qila olmagan. Oxir-oqibat o'z ona sayyoralaridan ham voz kechishga qaror qilishgan. Yulduzlararo safarga qidiruv guruhini yuborishgan. Yangi yashashga yaroqli sayyora topish umidida. Shunga qaramay, insoniyat qirilib ketgan kuni ham yuborilgan qidiruv guruhlaridan hamon hech qanday xabar yo'q edi. Oxir-oqibat ular yo'q bo'lib ketish taqdiridan qochib qutula olishmadi. Shunday qudratli va yorqin sivilizatsiya edi-ya, naqadar achinarli. Keyin u Eviga bu dunyoning tarixini topib berishni so'radi. Evi esa albatta deb bu dunyo tarixini qidirishni boshladi. Shingli o'tirib o'zicha o'ylar edi. Bu dunyo shunchalik kuchli edi, shunda ham halokat taqdiridan qochib qutula olmadi. Balki ularning taqdiridan biror saboq olarman. Shunda bizning dunyo ham xuddi shu taqdirga duchor bo'lmas. Shingli tushdagi olamning tarixini ko'ra boshladi. Harbiy taqvimning boshlanishida dunyoning turli joylarida ulkan yoriqlar paydo bo'ldi. Bu yoriqlardan g'alati va begona maxluqlar to'p-to'pi bilan chiqib kela boshladi. Harbiy taqvimning 34-yilida Guo Gulong dunyodagi birinchi jangchi sifatida tanildi. O'sha yili Jahon jangchilar ittifoqi tashkil etildi. Shunda Shingli uni hayrat bilan birgalikda sovuq ter ham bosdi. U o'ylardi, bunday bo'lishi mumkin emas. Bu bo'lishi mumkin emas. Bu mening dunyoyimning tarixi-ku. U g'amgin bo'ldi. Demak, shuning uchun til ham bir xil, jangchilar daraja tizimi ham bir xil. Men ko'rayotgan narsalar boshqa dunyodagi insoniyat qulashining oqibati deb o'ylagandim. Aslida bu mening dunyoyimning 10 ming yildan keyingi kelajagi ekan. Keyin uning xayoliga bir narsa keldi. Shoshma, balki bir xil emasdir. Balki bu shunchaki tasodifdir yoki parallel olamdir. Keyin u shoshilib so'radi. Evi, muayyan bir odamning ma'lumotlarini topib bera olasanmi? Aslida Shingli ismli odamlar haqida so'ragan ekan. Jami 36 natija topildi. Bu ma'lumotlarni ko'rdi. Harbiy taqvimning 297-yil iyuni. Bu rostdan ham men. Qidiruv ma'lumotlariga ko'ra, u 28 yoshida o'lgan va hatto uylanmagan ham. Keyin u qidiruvni davom ettirdi va 299-yilning martida tug'ilgan Qinghe Lu haqida so'radi. Keyin Eve, vakolat yetarli emas. Mehmonlar jangchilar haqidagi ma'lumotlarni ko'ra olmaydi. Akkaunt yaratish uchun genetik qon namunasini topshiring dedi. Keyin Shinglu, ro'yxatdan o'tish uchun qonimdan namuna berishim kerakmi? Qonni qanday beraman? Bu qurilmachida shpris bormi yoki nima? Keyin Eve yaqin kelib Shingluning barmog'idan tishladi. Shingluning yuzi esa Ronaldoning Portugaliyada kiygan formasiga o'xshab qip-qizil bo'lib ketdi. Evi qon namunasini muvaffaqiyatli oldi va tahlilni boshladi. Bizning qahramonimiz esa hali ham o'ziga kela olmagan. Bu nima edi o'zi? Yuragimni olib chiqib ketdi, deyapti u. Evi g'alati bir narsani sezgandek ko'zlari katta ochildi. Evi tanasiga xuddi virus kirib olgandek qaltirardi. Shingli esa hayratda. Nima bo'lyapti?" derdi. Birdan Evining dasturi olov bo'lib yona boshladi. Inson qon namunasi uchqun operatsiyasi ishga tushirilmoqda. 1359-baza ma'lumotlar bazasiga ulanilmoqda. Ulanish muvaffaqiyatli. Ruxsat berildi degan xabarlar chiqdi. Bu vaqtda Shingli uchqun bu nima ekan?
Sayyoramizni tashlab boshqa makon izlash rejasimikan deb o'ylardi. Keyin esa Shingliuning ma'lumotlari qaytadan chiqdi. Mening yozuvlarim nega birdan o'zgardi? Kelajak o'zgardimi? Hozir qarasam, butun maktabim bo'yicha birinchi o'rinni egallagan ekanman. Men Ashkerik shahrining Ashkerik akademiyasini bitirganman. Ashkerik shahrining umumiy imtihonlarida 23-o'rinni egallaganman. Keyin Ashkerik harbiy akademiyasiga kirganman. 3 yildan so'ng armiyaga chaqirilganman. Tianan harbiy okrugiga qo'shilganman va oxir-oqibat Janubiy jang maydonida halok bo'lganman. 37 yoshda uylanmasdan vafot etganman. Birinchi leytenant bo'libman. Hech qanday yorqin yutuq yo'q. Demak, men kuchayganim sari kelajagim ham o'zgarib boradimi? 18 yoshimgacha bo'lgan hayotim aynan haqiqatdagi kabi. Umumiy imtihonlar oldidan kuchimdagi sakrash ham shu yerda yozib qo'yilibdi. Ammo tarixning uzun yo'lida bunday kichik shaxslar o'zlaridan arzimas chayqalish ham qoldirmaydi. Butun insoniyatning ulkan ma'lumotlar bazasida men hatto daho ham hisoblanmas ekanman. Axir 10 ming yildan oshiq tarix davomida son sanoqsiz daholar o'tgan. Aytishlaricha, tarix faqat tanlanganlarni eslab qoladi. Lekin bu ma'lumot noto'g'ri. Umumiy imtihonda qon javharim atiga 2,12 edi. Jangovar quvvat ko'rsatkichim esa atiga 257 edi. Agar tush makonini bir chetga qo'yib, faqat tana chiniqtirish usuli, nafas olish usuli va hozirgi resurslarimni hisobga olsam, bu natija 200 kunda erisha oladigan oddiy natijadir. Agar tush makonida olishim mumkin bo'lgan chiniqish va boshqa imtiyozlarni qo'shsam, u paytga borib mening yutug'im shuncha bo'lib qolishi mumkin emas. Men Shingliu sharmanda atiga 23-o'rin bo'lay. Butun mamlakatning eng yuqori qismida turishim kerak. Hamma mening borligimni bilishi shart. Mening kelajagim shu yerda tugamaydi. Kuchayishda davom etsam, hatto dunyoning kelajagini ham o'zgartira olaman. Agar insoniyat sivilizatsiyasi qirilish yo'liga tushgan bo'lsa, unda men Shingliu bu yo'lni o'zgartiraman. Taqdir to'lqinlarini men burib yuboraman. Umid uchquniga aylanaman. G'urur va butun dunyoni alanga ichida qoldiraman. Shingliuning uyi. Uning oila a'zolari ertalabki nonushta uchun to'planishyapti. Shingliuning oyisi: "Sheng, nega formangni kiymading? Bugun maktabga bormaysanmi?" Shingliu esa: o'qituvchim aytdi, bundan keyin uyda qolib o'zim mustaqil o'qishim mumkin ekan. Endi borishim shart emas." Singlisi o'ylayapti. Maktab o'quvchilariga uyda mustaqil o'qishga ruxsat beriladimi? Nega bu haqida hech qachon eshitmaganman? Shingliu esa to'ydim deb o'rnidan turdi. Shingliu xonamga kirib mashq qilaman dedi. Oyisi esa: "Ha, bora qol. Butun e'tiboringni o'zingni kuchaytirishga qarat" dedi. Singlisi o'ylayapti. Tushunmayapman. So'nggi paytlarda u juda o'zgarib ketdi. Ilgari hech qachon bunday emas edi. Uning ustiga endi unda men anglolmaydigan qandaydir taranglik bor. Shingliu xonachaga kirib ketdi. Keyin birdan Shingliuning telefoni jiringlay boshladi. "Alo, janob Zong?" Janob Zong gapiryapti. "Shingliu, stipendiyang tasdiqlandi. Bugun tushdan keyin maktabga kelib olib ket." Shingliu esa: "Tushundim, yordamingiz uchun rahmat" dedi. Janob Zong gapiryapti. "Aytgancha, bugun ertalab seni ko'rmadim. Jadvaling haqida gaplashmoqchi edik-ku. Menimcha hali ham" deb gapini tugatmasdan oldin Shingliu gapirdi. "Janob Zong, vaqtim ko'p emas. Hozir bir daqiqa ham yo'qotolmayman. Hozir tushuntirishga vaqtim yo'q. Keyinroq gaplashamiz" deb qo'yib qo'ydi telefonni. Shingliu o'ylayapti. Endi ortiqcha ko'zga tashlanishdan qo'rqadigan bosqichda emasman. Nima qila olishimni ko'rsataman va bu dunyoni hayratga solaman. Faqat iste'dodim va kuchimni ko'proq namoyon etsamgina, ko'proq resurs olaman. Imkon qadar tezroq cho'qqiga yetishim kerak. Keyin esa kelajakni o'zgartirish yo'lini topaman. Keyin Shingliu yana o'zining tush olamiga qaytib bordi. Evi, vakolatim doirasida topa oladigan barcha chiniqtirish usullarini, jang san'atiga oid kuzatuvlar va yozuvlarni chiqar. Ma'lumot olish yakunlandi. 465,751 natija topildi. Shingliu hayratda qoldi. Juda ko'p-ku. Birinchi darajali jangchi uchun eng mosini ajratib ber. Qimmatli mazmunga ega bo'lganlarni tanla. Evi esa: tushundim, natijalar saralanmoqda. Filtr qo'llanilmoqda. Birinchi darajali jangchi 34,921 yozuv chiqarib tashlandi. Natijalar tartiblanmoqda. Eng yuqori umumiy reytingga ega natijalar tanlanmoqda. 3 ta natija topildi. Shingliu hayajonlanib o'ylardi. Bular
10 ming yillik rivojlanish samarasi bo'lgan eng zo'r usullar. Yulduz tanasini chiniqtirish usuli. Boshlang'ich qism. Jahon jangchilar ittifoqi 11-darajali jangchisi Hevang tomonidan yaratilgan. Uchqun operatsiyasiga kiritilgan. Tabiiy nafas olish usuli. Boshlang'ich qism. Jahon jangchilar ittifoqining 11-darajali jangchisi Yezong Yang tomonidan yaratilgan. Uchqun rejasiga kiritilgan. Kristal ko'z oldiga keltirish usuli. Boshlang'ich qism. Jahon jangchilar ittifoqining 11-darajali jangchisi Yifeng Duan tomonidan yaratilgan. Uchqun operatsiyasiga kiritilgan. Xingliu hayratda. Nima? 11-darajami? Hozirda bizning eng kuchli jangchilarimiz bor-yo'q 9-darajada. Mana shu yerda esa 11-darajada 3 ta jangchi shaxsan yaratgan usullar turibdi. Bunga shunchaki aql bovar qilmaydi. Garchi bular faqat boshlang'ich qismlar bo'lsa ham, qiymatini so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Bu usullarning hammasi uchqun operatsiyasiga kiritilgan ekan. Aftidan Jahon jangchilar ittifoqining eng zo'rlari yaqinlashayotgan halokatni avvaldan sezgan. O'z dunyolarini qutqarishga kuchlari yetmagan. Shu bois usullarni mag'zini shu yerda saqlab qo'yishgan. Bir kun kelib kimdir ularni meros qilib olishlaridan umid qilib. Lekin meros oluvchi shaxs o'tmishdan kelishini hech qachon o'ylamagan bo'lsa kerak. Yulduz tanasini chiniqtirish usuli. Bu usul tanani kichkina bir koinotga aylantiradi. Aqlni tinchlantir, fikringni jamla. Qon javharini tozala, jismingni mustahkamla. Diqqatingni to'pla va tanangdagi har bir hujayraga kirib bor. Tanangdagi har bir hujayrani to'xtovsiz kengayib boruvchi sayyoraga aylantir. Qoningni guvillab oqayotgan yulduzlar daryosiga aylantir. Butun tanangni cheksiz o'zgaruvchi koinotga aylantir. Bu jangchi tanasini chinakam dahshatli darajaga olib chiqadi. Tananing himoyasi va kuchi tasavvurdan tashqari mustahkamlanadi. Qon javhari yulduzlar kabi yonib, cheksiz galaktikani yoritadi. Bu zo'r-ku. Agar radio gimnastika urishning samarasini 1 deb olsam, unda yulduz tanasini chiniqtirish usuli samarasi 1000 ga, balki undan ham ko'pga teng. Buning oldida oldingi usul oddiy ertalabki badan tarbiyaga o'xshab qoldi. Keyin esa tabiiy nafas olish usuli. Tabiiy nafas olish usuli 1-bob. Olov nafasi. Bu olov nafasimi? Tanamda son-sanoqsiz olovlar yonayotgandek, hatto qonim qaynayotgandek tuyuldi. Bu hali 1-nafas olish usuli xolos. Boshqa xususiyatlarda moslashgan nafas olish usullari ham bo'lishi kerak. Mayli, keyingisi kristal ko'z oldiga keltirish usuli. Aqlingni tozala, irodangni mustahkamla. Jang san'atini chiniqtirishning eng sirli tomoni bu ruhiy quvvat. Bu menga ruhiy quvvatni qanday chiniqtirishni o'rgatadimi? Sinab ko'raychi. Xingliu qayergadir hayratlanib qarardi. Bu nima? Mening ong olamimmi? Uning oldida o'zining ulkan timsoli turardi. Aql va iroda jang san'atini chiniqtirishda juda muhim. Mustahkam irodali ortiqcha o'ylardan xoli jangchi sust irodali va istaklar girdobida qolganlardan ko'ra ancha kuchliroq jangovar quvvat va tezroq chiniqishga ega bo'ladi. Keyin u men aslida qanday chiniqishim kerak deb timsolning har tomoniga o'tib ko'rdi, hatto tepib ham ko'rdi. Keyin esa aftidan buni asta-sekin o'rganishimga to'g'ri keladi deb qo'ydi. Keyin Xingliu ko'zlarini ochdi. U hansirab o'ylardi. Mutlaq holdan toydim. Tush ko'rganimga umuman o'xshamayapti. Judayam hidlanyapti. Bu mening terimmi? Demak, tushda chiniqish rostdan ham ish beryapti. U bu yerda real dunyodagi tanamga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bu ajoyib-ku. Yuvinib olishim kerak. Yulduz tanasini chiniqtirish usuli bilan tabiiy nafas olish usulini birga mashq qilish tanamdagi iflosliklarni siqib chiqarishga yordam beradi. Ishqilib chiniqish tezligim barqaror oshib boryapti. Ertaga maktabdan stipendiya pulini olganimdan keyin eliksir tayyorlashni boshlay olaman. Kelajakdagi 10 ming yildan keyingi tibbiy retseptlar. Ular nafaqat kuchimni keskin oshiradi, hatto butun dunyo tibbiyotini ostin-ustun qilib yuborishi mumkin. Davomi bor. Yangi videolar uchun obuna bo'lishni unutmang.